Assalomu alaykum, mani YouTube obunachilarim. Sizlarga bugun yangi video bilan qarshilarga chiqdim. Bugun sizlarni chiroyli yo'llarni va Antaliyadagi otelni sayohat qildiraman. Yo'llarni ko'rasizlar. Otelabdan yo'llarni sizlarga qo'ydimki, juda ham chiroyli yo'llardan o'tdik, juda ham chiroyli tog'li joylardan, manzaralardan o'tdik. Shuning uchun videoni boshida, ya'ni yo'llarni ko'rishingiz mumkin va sizlarga yoqadi deb o'yladim. Chunki men aynan shu Antaliyaga ketayotganimdagi yo'llarni juda ham yoqtirgan edim. Sizlar ham agar Turkiyaga kelsanglar, masalan mashinada yoki avtobusda borsanglar Antaliyaga, ya'ni aminmanki sizlarga ham yoqadi. Yo'li juda chiroyli. O'zi Turkiyada umuman men juda ham ko'p sayohat qilaman, bilasizlar. Yo'llarda yurishni juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni aynan samolyotda emas, aynan mashinada mana shunaqa yo'llarni tomosha qilib, manzaralarni ko'rib ketishni yaxshi ko'raman. Bu meni tinchlantiradi. Ya'ni yangi joylarni ko'rishimga imkon beradi va turganingizdek o'zimizni O'zbekistonning tog'li joylariga ham o'xshab ketadi. Tabiiyki endi bu yoq Turkiya bo'lgani uchun mana shunaqa chiroyli dengizlar, ko'llar va har xil daryolarni ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqadir o'zgacha bir atmosfera beradi va o'ylaymanki, umuman psixologiyadan olib qaraganda ko'proq sayohat qilgan insonni miyasi, aqli juda ham yaxshi ishlaydi va yangi nimalarnidir ixtiro qilishga, yangi fikrlar kelishiga yordam berar ekan. Ya'ni psixologlarning aytishi bo'yicha. Ko'rib turibsizlar, qo'lim уже zagar olgan. Chunki Antaliyadan oldin boshqa shaharlarni ham ko'rgan edim va yo'lda Antaliyaga kelgan edim. Bu mana yo'lda shunaqa to'xtash joylari bo'ladi. Ya'ni benzin yoki qanaqadir shu mashinaga kerakli bo'lgan moylar, har xil narsalar sotiladi. Va обязательно shu ko'p joyda kafe yoki bir обязательно magazin bo'ladi. Hojatxonalar, hamma narsa bo'ladi. Ya'ni yo'lga nimadir esingizdan chiqqan bo'lsa, qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Yo'lda sotadi, bemalol olib yoningizda olib ketishingiz mumkin. Mana shunaqa kichkina qishloqchalardan o'tdik, juda ham chiroyli edi. Ya'ni mana shu o'tlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu iyun oyi juda ham chiroyli edi. Ya'ni dengizga o'xshab shamolda to'lqinlanib, tebranib turishgandi. Menga juda ham yoqdi. Aytib o'tganimdek, mana shunaqa toshli, tog'li, yam-yashil joylarni ko'rish odamga baribirga ham qanaqadir tinchlik, sokinlik beradi. Va sizlarga ham maslahatim, imkoninglar qadar ko'proq sayohat qilinglar. Tushunaman, hammani imkoniyati har xil, ko'pchilik ishlaydi yoki imkoni yo'q, lekin ko'p narsani baribir imkonini topsa bo'ladi. Ya'ni yaqinda men Instagramimda ham gapirdim bu haqida. Aytgandek, Instagramimga sizlar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, silkalarini doim qoldiraman. Shu videoni tagidan ochib ko'rishingiz mumkin. Videoning tagidagi yozuvlardan topishingiz mumkin. Silkasini qoldiraman. Instagramda doim aktivman, har kuni storieslar qo'yaman. Va kecha Instagramda aytdim, men to'siqlarni yoki bo'lmasam qanaqadir bir problemalarni hal qilishni juda ham yoqtiraman. Chunki miyani yana ham ishlashga yordam beradi. Ya'ni yo'l qidiradi inson, ya'ni aqlini ishlatadi. Shuning uchun yo'lingizda, umuman qanaqadir ishingizda, hayotingizda qanaqadir to'siqlar chiqsa, xafa bo'lmanglar. Naborot, bu sizlarni o'sishingizga yordam beradi va kuchli bo'lishingizga yordam beradi. O'zi umuman hayotda bilasizlar, shunaqa kalom bor, nima bo'lsa ham xayrli bo'lsin deymiz. Ya'ni xayr uchun bo'lsin, bir xayri bordir deymiz. Ya'ni bo'shga, ya'ni shunaqa deyishmagan ekan. Ya'ni haqiqatda hayotimizda har xil situatsiyalarga to'g'ri kelamiz, lekin shu situatsiyalardan chiqib ketish o'z qo'limizda. Aqlimizni ishlatib, fikr yuritib yo'l topishimiz mumkin. Ko'ngli chiroyli shahar ekan.
Ataladan ko'ra hamma narsani yo'li bor. Ya'ni yana bir marta aytaman o'sha kalomni, faqatgina qabrdan yo'l yo'q. Boshqa hamma narsani chorasini topsa bo'ladi. Ya'ni harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak, izlanish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Ya'ni ilm izlashda hech qachon to'xtash kerak emas. Bu уже yangilik narsa emas, hammamiz bilamiz. Ya'ni ota-bobolarimizni aytishgan gapligi o'sha gap. Ya'ni beshikdan to qabrgacha ilm izladi, bekorga aytishmagan. Bu gapda bir hikmat bor, azizlarim. Shuning uchun men ham doim yangi narsalarni o'rganishga harakat qilaman va yaxshi ko'raman ham. Chunki inson doim bilgan narsasi bilan qolib ketish kerak emas. Kitoblar o'qish kerak, yangi filmlar ko'rish kerak, tomosha qilish kerak, yangi davlatlarga chiqish kerak va yangi ishlar bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni siz qanaqadir bir sohada ishlasangiz, boshqa sohalar bilan ham qiziqish kerak. Ya'ni bu miyani yana ham o'sha aytganimda yaxshi rivojlanishga olib keladi va qachonki inson bo'sh qolsa, ya'ni bekorchilik bo'lib qolsa, ana o'shandagina insonda har turli bir siqilishlar, depressiya yoki bo'lmasam shunaqa narsalar kelib chiqadi. Bular hammasi nimadan kelib chiqadi? Zerikkanimizdan, qiziqishlarimiz tugab qolganidan kelib chiqadi. Ya'ni orzu qilishdan hech qachon to'xtashimiz kerak emas. Duo qilishdan, niyat qilishdan to'xtashimiz kerak emas. Ya'ni Alloh nima degan bizga? Alloh azza va jalla bizga aytganki, duo qil, mendan tila, mendan so'ra, men beraman, men seni eshitaman degan. Shuning uchun hech qachon o'ylamanglar, orzuyim orzuligicha qolib ketadi deb. Yoki bo'lmasa shunaqa gap ko'p eshitaman men tanishlardan, klientlarimdan. Shunaqa orzuyim bor edi va shu orzuyim orzuligicha qolib ketdi deyshadi. Ya'ni kech emas. Siz necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar orzularingiz uchun harakat qilib, orzularingizga yetishish imkoniyatingiz bor. Hammamizga Alloh bir xil narsa bergan, ya'ni vaqt. Har kuni bizda 24 soat vaqtimiz bor. Ana shu 24 soatimizni qanaqa xarjlashimiz, qanaqa ishlatishimiz faqatgina o'zimizga bog'liq. Ya'ni samarali foydalanamizmi, foydali narsalarga ishlatamizmi, ya'ni bilim olamizmi, yangi narsalar o'rganamizmi? Bu hammasi o'zimizga bog'liq. Ya'ni qachonki siz o'zingizni ustingizda ishlasangiz, ya'ni bilim olsangiz, boshqa qilsangiz, kitoblar o'qisangiz, albatta ishoning, siz har narsani chorasini topa olasiz. Qanaqadir shu biznesingizda, ishingizda yoki bo'lmasam umuman oilaviy muhitda qanaqadir katta va kichik problemalar chiqsa, shu problemalarni chorasini osonlikcha topa olasiz. Chunki sizda bilim bor, chunki sizda o'sha praktika bor. Ya'ni aytadi-ku, boshidan o'tkazmagan tabib, ya'ni boshidan o'tkazgan tabib, ya'ni uzr. Ya'ni boshimizdan o'tganlardan kelib chiqqan holda har doim dars chiqarishimiz kerak va shunga qarab bizni ish tutishimiz kerak. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, uje dengiz ko'rinyapti, ya'ni Antaliyaga kirdik va juda ham chiroyli manzaralar ochilishni boshladi va keyingi hozir ko'rasizlar, tog'dan, ya'ni kanatniy yo'l bor ekan, kanatniy yo'lda, ya'ni u tog'dan bu tog'ga o'tish bor ekan. Uni ham videoga oldim, sizlar hozir ko'rishingiz mumkin va haqiqatan Antaliyani ayri joylari bor. Bizi oteldan chiqmadik aslida, lekin agar sizlar sayohat uchun borsanglar, ya'ni dam olish emas, sayohat uchun borsanglar, tarixiy joylari juda ham ko'p. Ya'ni meni niyatim bor, xudo xohlasa shunaqa xohishim bor. Antaliyaga yana borsam, обязательно shunaqa tarixiy joylarini aylanishni niyat qilib qo'ydim. Juda ham afsuslandim shunaqa joylarni borib ko'rmaganimga. Birinchi marta borganim uchun aqlimga ham kelmadi, to'g'risini aytsam, otelda dam oldim. Ya'ni meni maqsadim o'zi dam olish edi va shu 5 yulduzli otelga bordik. Hozir hammasini ko'rasizlar. Otelning ichida o'zi vaqt o'tkazish ham juda qiziq bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, manzara juda chiroyli. Tog'lar, ayniqsa mana shu Kemer degan joyi mana shunaqa tog'lar bilan o'ralgan ekan.
kemerga kirish bu joy mana hozir kemer qilib yozib qo'ygan ko'rasizlar. Va haqiqatdan havosi ham toza edi va tropik qanaqadir bir shaharga o'xshar ekan. Тропический qanaqadir mana kanatная дорога va ozgina his qilinadiki shunaqa namlik bor, ya'ni havoda namlik bor. Ya'ni astmasi bor insonlarga bilasizlar, nam havo juda ham foydali. Aslida Istanbul ham shunaqa havoga ega. Boshida birinchi marta men Istanbulga kelganimda, ya'ni ko'chib kelganimizda hayron bo'lganman. Biz avgust oyida kelganmiz va shunaqa issiq bo'lgan, ham issiq edi, ham parnoy, xuddi banyaga o'xshab juda ham inson, ya'ni suv bo'lib oqadi, ya'ni. Shuning uchun Turkiyada va asnomnom ko'pincha aksariyat hollarda leon materialidan kiyimlar kiyishadi va shunaqa kiyimlar ko'p sotiladi. Aytgandek, men shunaqa kiyimlarni qayerda sotilishini bilaman. Agar Turkiyaga, Istanbulga ayniqsa sayohatga kelmoqchi bo'lsanglar, shopping qilish niyatinglar bo'lsa, bilasizlar, menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shopping tur uyushtirib beraman, sarpalarga shopping turlarni uyushtirib beraman, o'zim sizlarni olib yuraman va alohida, ya'ni shunaqa paketim ham bor, tur, ya'ni достопримечательностьlarni, muzeylarni aylanish imkoniyatingizga ega bo'lasizlar. Birga o'zim yurib hamma narsani ko'rsatib, tarixini ham gapirib beraman. Ya'ni shunaqa gidlik qilib ham ishlayman. Shu ham esingizdan chiqmasin.
tog'ni ikkiga bo'lib, o'rtasidan yo'l yasashibdi. Keldik. Mana детский komnata bor ekan. Lola keldik. Bu yoqda sirada kirishda bunaqa shirinliklar bilan kutib olishar ekan. Mana shirinliklar, mafillar, pechenliklar. Rahat butunlar. Hop, mana kirdim. Bu yoqda shkaflari bor ekan mana. Shunda даже ishlaydigan anaqa ham bor ekan. Stol. И balkondan самый классный balkondan vid qaranglar. Egeyskaya more. Hammasi rus bo'lib yotibdi, rus to'la. Bitta ham dam oluvchi turk ko'rganim yo'q. Bitta ham ko'rganim. Hammasi turk. Ular hammasi mana shu otelga turar ekan. Havo bulut, mana tog'larni qaraydi, вообще klass. Shu yerda постоянно qolgim kelib qoldi mana desam. Bebitkani qarang, emelab ketyapti bebitka. Bebitka. Oho, ko'rgan bor. Hayvonlarni qarang. Alla kasimi deb o'ylayman, rosti kasim ekan. Ana mezmonda Kabab house bor. Shaqqa ko'ramiz. Mana rosti. Amazing. Bu yoqda mana beach. Bakinglar, o'zini plyaj bor ekan. Короче, chiroyli. Просто super. Burada napitklar ekan. Ana qo'rg'onchilarni ovqat qidiryapman. Ana bu yoqlar ham mana shu otelga kirar ekan. Tek soat 4gacha ekan. Mana men ovqatni bunaqa zakaz qildim. Короче, уже yeyishni boshlagandan keyin videoga olishni istadim. Bunaqalar oldim. Короче, u vaqtda tanlayotgansizlar, unaqa tayyor maketga o'xshatib qo'ygan. Tanlaganingizni, xohlaganingizni o'shaqa pishirib berishar ekan. Baliq ham bor ekan. Qop-qora bulut kelyapti tamam. Qop-qora bulut, chaqma-chaqmat. Bu bilan famima shekilli. Qancha manga farqi tushib ketdi. Plyaj. Bunaqa chiroyli kartingani qo'yib qo'yishdi. Bu yoqda magazinlar bor ekan. Bu yerda mana Короче, restoran, mana restoran ekan.
kitobchaga qarab, короче, ужин nechidaligini ko'rib kelaman. Mana restoranga keldik. Restoranda yo'q narsani o'zi yo'q. Bular sir. Ham qarang, piyoz ichiga ham dolma qilib qo'ydi. Mana kapustali dolma, top, yana sir, yo'da humus, salatlar, ezmeler. Ben yaxshi ko'rganim jajib. Bu yo'da souslar, salatlar yana. Yo'da mevalar ekan. Oho, ular qarang. Yani diyetamızda tuzadigan narsa. To'g'risini aytsam, sen chiqarsan yegim kelmadi. Tralicha bor ekan, men yaxshi ko'ragan. Tigi keks, qanday tortchada bor ekan. Cheesecake bor ekan. Qop-qorani qarang. Egoda taxlava bor ekan. Lokumlar bor ekan. Baklavalar, bu otesnashfon. Bu ham baklava karisi. Bunda chekofta qilishyapti. Yo'da gözleme. Oho, cho'toy pengar. Yo'da baliqlar turadi, somon. Oho. Hamma narsa bor, o'tdan qanaqa. Kartoshka. Adanaka. Shashlik. Yo'da sho'rvalar ham Güçlü köfte var. Oh, taruzdan qarang. Oh my god, lavash var. Ha, narsa bor. Хорошо, я не знаю. Nechki lavab semib ketmasam bo'lmaydi. Oy, bu bitmiyor. Tugamayapti souslar. Oh my god. Oxiri, конечно, mana. Nonlar, igoda сразу свежий. Даже мороженчик bor ekan, aldaydigan. Ay, tavba. Mana xatning pochtasida. Короче, har xil narsa olib ko'rdim. Конечно, buni hammasini yeyolmayman, ozgina yeyman. Kam-kamdan olishga harakat qildim, но всё равно bir talab bo'lib ketdi. Ikkita restoran zo'r. İçadigan narsalarni ofitsiantlar olib kelar ekan. Yeydigan narsalarni o'zingizlar terib olar ekansiz. Hatto cheborek bor ekan. Cheborek ustiga borek deb yozib qo'yibdi. Mantiqli, ya'ni. Cheborek bunda bo'lsanglar har qayerda borek bo'ladi. Живая muzika bu. Retro kecha bo'lar ekan. Hech kim chapay chalmas ekan, bechora odam o'zi chalaverar ekan. Bravo desam, thank you deb qo'ydi menga. Mana anaqa ham bo'ladi. Kinoteatrlargacha bor ekan. Mana bolalarga ham bunaqa представлениyalar bo'lar ekan. Ana maza qilishadi bolachalar. Ana. Qaranglar, shaligida. Badab. Sofina shunalari. Последний драйвер. Детский праздник от ретро, ретро. Hozir представление bo'lar ekan, qanaqadir retro. Seda muzikalar qilib qo'yishdi. Rasmga tushyapman joylardan.
Buni zavqtirga tushdik. Yeyman bundan, men yaxshi ko'raman, hozir yeyman bundan. Sirlarni har turlisi. Sekin ko'rsatmoqchi, tezlashib ketdim. Yo'da har xil vareniya, shokolad, hamma. Bunaqa idishchalarga solib yeydigan non. Biz frukti. Apelsin, mandarin. Zelenli, mana shu zelenlidan olaman. Tashqarida ham bir tali ovqat. Как будто kolbasalar ekan. Ba'zi mana anaqa tashkali ham bor. Anchousli. Anchousli. Будто yogurtlar, qaranglar, har xil yogurt. Vareniya, yogurt. Bu kompot ekan, voy, kompot rost qo'yibdi. Mana. Bu yerda zaytunlar. Zaytuni har xil, zaytun lekin bu juda ham shirin ekan, mazza. Akkalam bor ekan. Bu tomni qara. Bolalar yaxshi ko'radigan narsa. Mana. Bitta pankek ham yeganman. Parashutga ketayotgan, mazza qiladi. Ertalab hamma hayotini boshlabdi. Qayiqlarda surishyapti mana. Katerma nima? Bunaqa forma kiyganlar. Mana hamma mana shunaqa revestik qilib, o'ynatib kuldirib yurishar ekan. Bolalar bilan, farqi yosh kattalar bilan ham. Давайте fitness qilamiz, давайте tanzivать. Shu narsalar deb yogalar qildirib, mashaqalar qildirib yurishar ekan, mana formalilar oranjini. Otel personal. Nasa parashyut uchdi. Mana parashyut. Ana. Ko'rinib ketdi. Mazgina oldu. Ana. Parashyut, mana qayiq parashyut uchiryapti. Wow, mazza. Hozir tez o'tib ketdi-yu bitta katerga o'xshagan. Ana o'shanda uchiryapti. Wow. Sizlar shunda uchgan bo'larmi deydi. Uchgan bo'larmi? Bolalar mazza qilmoqchi. Mana plyaj. Hamma yoq o'rislar, mana bu ham o'ris ekan. Bitta yonimizga ham o'ris ekan. To'la ko'ryapman o'tda. Bunaqa zontiklar bor ekan. Hamma qizni qaranglar, shirinligini rasmga tushyapti. Ya. Let's go, Dark Game. Here we go. Bu plyaji qummas ekan, bunaqa mayda toshli ekan. Lekin yomon oyog'iga botar ekan. Hamda plyajga tushganda juda toshli, o'sha dahshat, oyoqlaringda og'rib ketar ekan. Qarang, chiroyli toshchalar. Hayotga kulib boqing. Ay, menga qarab kulyapti ona. Ay, deyapti. Ana ketishyapti. Bye bye. Bittasi uchib ketyapti. Bitta bizani smaylik. Sen de ko'rsatmoqchiman.
Oğlum jasminlarni qarang. Hidi shunaqa zo'r. Chiroyli joy olishdi. Jannat kabi. Qanchadan ketib borgan. Biz ham ужинga ketamiz. Yana представление bo'lar ekan. Xohlasa butdan kelgan уже Kappadokiya. Прямо завтра мы будем вообще не передать словами. Fotosessiya podarka qilishuvdi. Qila olmadim. Bir qonunni yozdirish kerak ekan, boshqa ekan. Show time. Show time. Yes, it's showtime. It's showtime. Here we go. İyi akşamlar değerli misafirler. Animasyon akşam programları sizler için gelmiş olan Moğolistan dans ve Avrupası gösterisine Başlıyorlar işte.
Voy muzika bo'lyapti mana. Bugun o'zimga mana omlet qildim. Menemen. Salat. Mana qaranglar. Bolachalarga spesial oshxonacha narsalar turibdi. Istasangiz qilishing. Mana qaranglar. Bolalarning narsalari. Unaqa seriallar. Ay. Ana bolalar o'tib o'qiyotishlarkan. Mashaga ko'chaga. Hemen şovçularımız. Efendim akşamlar hoş geldiniz. Алло, что надо? Какое представление сегодня? Какое шоу будет сегодня? Гэтсби танцевально-акробатическое. Меня не сняли. Меня не сняли. Ay. Go!
Mana azizlarim, bugungi vlogim ham o'z nihoyasiga yetdi. Like qo'yishni, kommentariyalar yozishni va mani kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda, keyingi vloglarda yana yangi joylarni kashf qilib ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.